İşlaydı ya, işlaydı. Karton film işlaydı. Kim o? Lutfi. Kollaydı ya, kollaydı. Karton film işleşni alaydı, kollaydı. Qayar? Danışman. Marisqi safar. Mana bu esil joy bo'lsa, Ali apandining uyi. Bugun ular bozorga chiqib narsa kerak setib olmoqchi o'xshaydi. Men tayyorligimni qilib bo'ldim. Hozir mang'aylimi? Ha, mang'ayli amsa. Vaqtmi bir yag berib qoldi. Va, bularning mashinasi nima degan o'maq? Yo'llar to'siq emas-ku, ha? Ali apandining ta'liga yo'llar to'siq emas ekan. Biroq ish chatoqqa qiladi. Biz qayerga kelib qoldik? Bu joy nimonda xalayda? Biz bu yerdan cho'qib chiqib ketishimiz kerak. Hay, ular o'zlarining uchar taqsiz ekanligini bilmaydi-da. Sen kim o? Bizni qayerga kelib qo'yding? Kechiringlar, sizlarga qo'pollik qilib qo'ydim. Men Marsdan kelgan mashina odam bo'laman. Ismim Lutfi. Biz bir avarchilik yo'liqdik. Biz doim o'tadigan bir yo'lni bu alvas to'sib oldi. Uni bu yerdan ketgan desak, gapimizni tushunmadi. Uning qo'lida bir kitob bor ekan. Bu kitobni jib bizga ko'rsatib, bir narsalarni dedi. Lekin biz tushunmadik. Uning ichidagi narsalarni yasharlikqa tushunarli deb faraz qildik. Shunga bizga yordam qilarmiki deb sizlarni chaqirib keldik. Ha, bo'ldi. Biz sizlarga yordam qilaylik. Sizlarga bu olam qalbini tayyorlab qo'ygan kibelinglar. Va, bu uchar taqsi haqiqatan tez uchdi ekan. Bular Marsga tezlik yetib keldi. Va, ko'zlarimga ishonmayla qoldim desa. Dam ablati parti dem dam. Başlığımız sizlarning kelganinglardan nayt xushal bo'pti. Biz bak hayron qoldik. Dir mes papi jom dir. Bizga yordam bersanglar deydi. Bo'ladi. Yordam qila olsaqlar, cho'qim yordam qilamiz. Shundoq, cho'qim yordam qilamiz. Men sizlarga degan alvasti av yerda. Va, bularning hammasi alvasning yeniga mengibdi-da. Nima degan jiq Mars jaliqlari bu? O'maq chiqadi bularning. Bularning yo'lini to'sib olgan alvasti asli mushkanda. Uch ko'z bor ekan buning texi. Bularni yetib kelib bo'pti mana. Ha, sizlar kitobning ichidagi shuani ishlasanglar, ondan yo'lni ochib beraman. Ha, bo'ladi, chatoq yo'q alvasti. Qani kitobni ochqin. Biz ko'raylik. Vay, bek oson hisoblar-ku bu. Ekran oldidagi o'maqlar, biz bu savollarni tanishib baqaylik, ha? 9 olimiz 4 tan qancha? 6 Emas. 3 Yo'q. 5 Ha. 7 qo'shilgan 3 tan qancha? 9 Emas. 2 Emas. 10 To'g'ri. Ha. Sizlar rostliq aqlli ekansizlar. Men ketdim. Bam pati. Rahmat sizlarga yer shar odamlari. Bizga ko'p yordamlarni qildinglar. Ha, bu bak oson ish. Bizmi Marsga kelganligimizdan bak xushal bo'ldik. Xo'sh, biz qaytaylik. Men sizlarni yer shariga olib qo'yay. Yuringlar. Xo'sh. Mars yer shariga yaqin plan hisoblanadi. O ikkisining eng yaqin orliqi 55 million kilometr. Yiroq bo'lgandagi orliqi
400 milyon kilometr keladi. İkisining cho'ng kichikligini solishtirsak, yer shari mana mushundaq bo'lsa, Mars mana mushunchalik cho'nglikda bo'ladi. Yer shari Quyoshni aylanib chiqish uchun 365 kun vaqt ketsa, Mars Quyoshni aylanib chiqish uchun 687 kun vaqt ketadi. Bu taxminan yer sharida 2 yil vaqt o'tsa, Marsda aran 1 yil vaqt o'tadi deganlik. Mars bo'lsa bir qumliq sayyorasi. Sirtqi yuzida qum barxanlari va shexillar bor. Havosi har chaq nihoyat sovuq bo'ladi. To'p-to'zalar uchib yuradi. Marsning 2 hamrosi bor. Ularning biri Phobos, yana biri Deimos. Diqqatingiz bizning salonimizda bo'lsin. Lutfi shirkat salonini qitib olishni unutmang. Bu salonni do'stlaringizga tavsiya qiling.